Cobalt avtomobillarida CAN blogi, ya'ni BSM blogi borligi sababli bu funksiya, ya'ni monitorning bu funksiyasi to'laqonli to'g'ri ishlaveradi. Настройкаga kiramiz. Настройка settingga kiramiz. Zavodskoy настройкаga kirib, aksariyat avtomobillarda monitor kodi 5 ta 0 yo 6 ta 0 bo'ladi. Kiramiz. Eng yuqoridan birinchisida настройки CAN bor. Mana shu yerga kirib, No CAN busga turibdi. Buni Reisdan keyin Chevroletga eng yuqorisidagi GM Chevrolet barcha xildagi avtomobillarga tanlab OK'ni bosamiz. CAN blok to'g'ri ishlaydigan bo'ladi. Ya'ni monitor to'la to'kis hamma ishini qiladigan bo'ladi. Eshikni ochganda har bitta eshikni ko'rsa, u eshikni ham ko'rsatadi. Bagaj, kapot, mashinaning motor gradislari, hech qanaqa programma qilib yerda chiqarish yoki qo'shimcha mana bu yerda dashib qo'yib gradis chiqarish shart emas. Hammasini o'zi ko'rsatadi monitor. Cobalt avtomobillarida CAN blogi, ya'ni BSM blogi borligi sababli bu funksiya, ya'ni monitorning bu funksiyasi to'laqonli to'g'ri ishlaveradi. Настройкаga kiramiz. Настройка settingga kiramiz. Zavodskoy настройкаga kirib, aksariyat avtomobillarda monitor kodi 5 ta 0 yo 6 ta 0 bo'ladi. Kiramiz. Eng yuqoridan birinchisida настройки CAN bor. Mana shu yerga kirib, No CAN busga turibdi. Buni Reisdan keyin Chevroletga eng yuqorisidagi GM Chevrolet barcha xildagi avtomobillarga tanlab OK'ni bosamiz. CAN blok to'g'ri ishlaydigan bo'ladi. Ya'ni monitor to'la to'kis hamma ishini qiladigan bo'ladi. Eshikni ochganda har bitta eshikni ko'rsa, u eshikni ham ko'rsatadi. Bagaj, kapot, mashinaning motor gradislari, hech qanaqa programma qilib yerda chiqarish yoki qo'shimcha mana bu yerda dashib qo'yib gradis chiqarish shart emas. Hammasini o'zi ko'rsatadi monitor.